Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar, bog'bonlar, akalar, ukalar. Penzadan kelgan rossiyskiy qaychi Anvar akada bor. Abduvohid hoji akamiz, ustozimiz ko'rsatishgan. Yaxshi qaychalardan bittasi deyishgan. Ana o'sha qaychani hozir payvand qilish jarayoni. Kober 5BB bu. Ko'ta uzun ekan, olib tashladim. Endi bir xil bo'lish uchun mana bunga moslab olyapman. Mana shu bitta joyidan bir xil. Pashtiyaligi nima deydi, uzun kalta bo'lib ketmasligi uchun. Bo'ldi bu. Kesildi. Payvantagimiz kesildi. Mana kesilishi, mana kesilishi. Dilaymi 3,5 cm 7 ga olib boradi. 3,7 ga olib boradi. Bu Geteroksin Abduvohid hoji aka ko'rsatganda eritilgan. Bunday qo'yamiz. Bo'ldi mana. Ko'rinyaptimi sizlarga? Bo'ldi. Mana bu oddiy stretch. Birinchi ozgina shunday aylantirib, keyin shunday qilyapman. Bo'ldi mana. Bu parafinga keyin qo'yiladi. Endi yana bitta mana. Mana bo'ldi. Kesilishi. Boshida sal qo'l o'rganguncha mana razmerlarni olib olish qiyinga o'xshaydi, lekin qo'l o'rgangandan keyin bu juda oson bo'lib qoladi, juda oson. Juda haligi nima desam ekan, pichoqda qilib o'tirgandan ko'ra juda tez bo'ladi bunda. Mana rahmat hammaga.